Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yashilbayli daxliy gullarimizni oq rangi ochilib ketdi uje. Hammasi butunchik bo'lib turgan edi yaqinda. Ko'rishingiz mumkin. Hamma butunchiklar uje yorilib ochilishni boshlayapti. Bu daxliy gullarimiz qorabayli daxliyiga qaraganda quyoshga chidamsizroq. Yarim quyosh joylarga yaxshi. Hammasi yonidan shoxlab butunchik chiqaryapti mana. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarini 35 mingdan qilib beryapmiz optim narxda.